Her sohadagi do'stlarning qizg'in madadi bilan taraqqiyotga yuzlangan yangi baxtiyor zargarchiligi tijorat ko'lamini yanada kengaytirib, davrga loyiqlashgan Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasini qurib chiqdi. Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi zibzinat buyumlarining sotliq darajasi yuqori, nusxalari sarxil, ishonchli bo'lib, kundagidek yangi fasollar keltiriladi. Go'zallik tashna xonim-qizlarning ko'ngildagidek tanlashi Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi sop va ko'rkam bir-biridan esil zibzinat buyumlaridir. Ishonch, sifat va a'lo mulozimat Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasida. İyi yolda mansırı bardağa yerlerde izip kalan dikenler. Tamam gele. Olaklantıda altına gelsen. Mantının içine eden belki afkeye merkezsen. Nima? Ve tuzuk yapmışsın, mantın şey edemlemiş kılık değil mi? Mantının içine eden bomuz var, bir giriş çaş nereden kili daha? Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men mana ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi, aslimimizni uyg'otadi, g'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolamiz o'chmas, erlik salofitimiz yo'lliq, yo'lliq kiyimdir. Yardım noche. Avrus bir nima qilib o'tirishi var bugun. Idorag'imi ba'madan bor bugun. Qaz pullar nima bugun xotinim tiqib qo'ygan pulni ilib oldim deyman, chalg'itmay. Canlan ağrımaydı balaga. Shunda qilganda idorag'im boramadim deyman. Nima ish qildi? Bu aydan davomli idorag bormay qo'rqsalar hozir. Yana nima oldu savaş chiqdi? Ha Qasımga. Oy. Ha Qasımjon unda avvalgi stolum açılıqma. Oşa birat bir iş kıvamadığınlığa. Bugün şu azrak işimsiz qilib ish boramay qoldim Qasımga shu. Bu bir iki gündüzge 25 saat dursa qanday tugmagan ish var? O 25 saat. Qasımga bu tuzuk yaqsa 2 gündüz degan 24 saat qanday 25 saat oldu. Ha, qasanlık bir məxfiyyətlik deb bireyim ha. Tepesler. Yo'q kelinglar. Degan yig'inda men kunning 1 soat uzarganligini e'lon qildi. Ha?
Tish og'riqidan qiynalayotamsiz. Rassiz tishingizdan xijil bo'layotamsiz. Tish kamtigiligidan tomoq yeyishda qiynalayotamsiz. Undaqda sog'lomlik ig'iz bo'shlig'i tish kasalliklari ambulatoriyamiz sizning yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Markazimiz tish kasalliklari bo'yicha illiq muomala, yaxshi xizmat muhiti, ilg'or bo'lgan uskunlar orqali bemorlarning buzilgan tishlarini tuzash, ishratlash, tish undirish, tish davolash, tish tozalash qatorliq har xil mulozimatlar bilan sizlarni haqiqiy rozi qilamiz. Tish og'riqi og'riq emas, uningga kishi o'lmas. Sog'lomlikda hech qachon tish og'riqi bilinmas. Sog'lomlik ig'iz bo'shlig'i tish kasalliklari ambulatoriyasi. Qasım to'xtalab, sendan so'raydigan gap bor. Xo'sh. Akşam uyanda Necap'ga varanço'nun bir ovoz chiqdi. Xo'toshkada azraq urishib qoptiq, shu ish o'xshaydi. Ha? Unda bo'lsa Necap'ga qattiq pishimdan ko'p butishga ovoz anlandi. Men chopinim spudil peshkishib ketganda shu ovoz ekan. Ay, bu chapa yengishib ketgan ayda ovoz chiqam demdi. Qag'inni xapamay o'zir tepishib olamlar. Qandarak ahvolinglar? Voy, salomat kelib oldingizmi? Siz qo'rqitib pulmoqni to'kilib ketdi mana. Qaraganda pulmoqning ko'ngil tuyga o'xshaydi. Nima? Oma qizimizga Oman sultonligidan asal qo'shilgan, xo'mi qo'shilgan, har xil meva-cheva ta'mlik, yana ko'rishning pulmoqlaridan og'ash keldi. Üstü o'zidan qaynoq suv quysa qilib bo'ldi. Bu pulmoq qizimizga yoqami? Xotirjam bo'linglar, albatta yoqadi, ha? Oman sultonligidan kirgizilgan Nida yurishlik pulmoqlari. Qaylanglar adaş. Maşınning bir saqlash haqqini berib bo'lgamsizlar. Bu mashin saqlash o'rni emas-da. Shunda to'g'ri deysizlar adaş. Baba mashin to'xtatish maydoni emas, lekin men dukkan men qayntamdan miras qolgan dukkan emas, pul qolgan dukkan.